Assalomu alaykum, xush kelibsiz Milliy Show kanalimizga. Hozir ayni vaqtda men sirli quticha o'yinini sizga tushuntiraman. Qanday bo'lib o'tadi? Videoni oxirigacha ko'ring, o'yinda tushunib qatnashing. Demak, sirli quticha o'yinimizda 900 dona odam qatnashadi har turida. 900 dona ishtirokchidan 100 donasi qimmat narxda bo'lgan, ya'ni 21 dona mashina hamda 21 dona jackpot bir o'yinda o'ynaladigan o'yinimizga 100 dona yurtdoshimiz bepulga biletlar bilan yutishadi. Ya'ni demak, mana bu xaltachamizga nomerlarni so'raman har doimgidek va aralashtiraman 900 dona odamning nomerini. Birma-bir nomer ko'rsatishni boshlayman. 100 dona nomer ko'rsataman. Ya'ni aralashgandan keyin tasodifan chiqadigan 100 dona ishtirokchimizga bepulga katta o'yin, taxo o'yiniga bepulga biletlar beriladi. Keyin esa mana bu demak qutichamiz ichida, mana buning ichida 9 dona bitovoy texnikani solib qo'yamiz. Bitta nomer tortamiz. Haligi 800 dona qoldi-ku bu yerda. Bitta nomerni tortamiz, ko'rsatamiz. Bitta bitovoy texnika tortamiz. Aynan shu nomer egasiga bitovoy texnika nasib qiladi. Ya'ni 9 dona raqam tortamiz, 9 dona bitovoy texnika egalarini aniqlash uchun. Va keyin bitta yurtdoshimiz sirli qutichani yutadi. Ya'ni 900 ishtirokchidan 110 donasi yutuqli bo'ladi. Nomer tortamiz, bitta raqam tortamiz, xaltadan aralashtirib nomerni ko'rsatamiz va 5 dona sirli sandiqchamiz, sirli qutichamiz bo'ladi. 5 dona. Aynan shu 5 dona sirli qutichamizdan bittasini tanlaydi. Ya'ni jonli efirda telefon qilamiz. Sirli quticha yutgan yurtdoshimiz o'zining ixtiyorida qaysi birini ochib bering desalar, shuni ochib beramiz. Hozir nima deydi? Aynan bu o'yinimizda, har o'yinimizda har xil bo'ladi. Sirli qutining 5 dona mana bu qutilarning sovg'alari, bu ayni vaqtdagi sovg'alar doimiy ravishda emas. Ya'ni o'zgaradi. Yaxshiroq sovg'alar qo'yib boramiz, yanada zo'rlarni qo'yib boramiz. Masalan, biz sizga sirli quticha yutdingiz, tasavvur qiling. Sizga jonli efirda telefon qildim va mana 5 dona quticha. Xohlagan birini tanlang deyman. Birinchi qutichamiz, masalan, taxminan ko'rishingiz mumkin mana. Mana shuni och desangiz, sirli qutichani ochamiz va ichida mana yozuv bilan hamma joylarini ko'rsatamiz hamda 20 million so'm jackpot yashirganmiz bittasiga. Endi premyerni. Endi keyingisini, masalan, buni tanlamadingiz, keyingisini tanladingiz, keyingisida esa nima chiqishi mumkin? Ya'ni 100 dona bilet bitta o'zingizga 100 dona bilet. Qarang, bu degani o'zi 21 mashina qo'yilgan o'yinga 100 dona bilet sovg'a qilinadi. 21 mashinadan 5-6 tasini ham yutib ketishingiz mumkin. Qimmat, o'ta qimmat narxdagi o'yinimizdan 100 dona bilet sizga taqdim etilishi mumkin. Keyingi balki bu qutichamizni tanlashingiz mumkin. Bu qutichamizda nima bo'lishi mumkin? Demak, 900 donagina odam ichida bor yo'g'i Gentra avtomobili ham bo'lib ketishi mumkin. Bor yo'g'i 900 odam ichida mashina ham o'ynalib ketishi mumkin. Sovg'alarning spiskasini mana hozir sizga tepada tashlab berganmiz. Agarda siz hozir lichkamizga yozgan bo'lsangiz, sirli quticha o'yinida glavniy 5 dona sovg'ada nima yozilganini tepadan ko'rib olishingiz mumkin. Har safar har xil bo'ladi, lekin har o'yinda bir mashina bo'ladi. Kamida 900 odam ichida bitta mashina kamida bo'ladi. Balki buni tanlasangiz mana, qarang, buni tanlab o'tsangiz, bu sovg'amizni har o'yinimizda qo'yamiz. Umra safariga 2 kishilik yo'llanma. Bu sovg'a ham bor. Ya'ni eng yaxshi tur paket xarid qilib beramiz. Bemalol borib, ziyorat qilib, orzularni amalga oshirib, har bir yigitman, har bir qizman deganni, nima deydi, farzandman degan insonni albatta eng katta orzusi va 2 kishilik. Akalar, opalar, nima deydi, ota-onangizmi yoki bo'lmasam yaqinlaringizmi kimlargadir sovg'a qilishingiz mumkin. Biz pulini bermaymiz. Faqat safarga yo'llanma taqdim etamiz. Barcha sovg'alarimizni o'zini beramiz, sovg'asini olasiz. Akalar, opalar, hech qaysisini puli berilmaydi. Shunday ekan, o'yinimizda qatnashayotgan bo'lsangiz ham sizdan iltimos, rozi bo'lib qatnasha olsangizgina qatnashing. Shunday bir ulug' safarni mana hammamiz birgalikda, 900 dona inson ham hammasi rozi bo'lsa, men roziman qatnashganimga desa, kamida ehson bo'lib ketadi. Hammasi o'zimizning qo'limizda. Akalar, opalar, sizlardan iltimos, qatnashayotganingizda rozilikda qatnashing. 1200 rubl 165 ming so'mning evaziga qaysidir yurtdoshlarimizni yig'ilishib turib umra safarlariga jo'natsak, qaysidir yurtdoshlarimizni mashinali qilsak, qaysidir yurtdoshlarimizni puli tug'li qilsak, albatta qarzlarini yopishadi, boshqa qilishadi, og'irini yengil qilamiz. Har narsani tushunar-tushunmas gapirmasdan hammasini chiroyli tarzda tushunsak, Alloh go'zal fikr qiladiganlarni yaxshi ko'radi. Albatta siz ham go'zal fikrli bo'ling, qalbingiz, ko'nglingiz oq bo'lsin, hammasi zo'r bo'ladi. Bir qutichimizda har doim buni aralashtirib qo'yamiz, livoy nima qilib.
sovg'alarini tepada mana shu helloga yozgan, hozir siz bizga yozgan bo'lsangiz salom deb tepada bu safargi masalan nechinchi tur ketyapti, sirli quti faloninchi tur, falondek sovg'alar chiqadi sirli qutida deb turib yoziladi. Keyin pastida bitovoy texnikalarni qandayligini yozib qo'yganmiz. Undan ham pastida esa 100 dona bepulga qimmat o'yinimizga biletlar bor. Masalan buni tanlasangiz mana iPhone 17 Pro telefoni mana bemalol bizdan esdalik bo'ladi, kanaldan esdalik bo'ladi. Har xil sovg'alar bor. Ya'ni-da bitta yurtdoshimiz sirli qutichani yutib oladi, tanlov o'zida. Balki shu kunning o'zida mashinali bo'lib ketishi mumkin, balki ota-onasini umra ziyoratlariga jo'natishi mumkin, yokidan bo'lmasam boshqa pul yutuqlarimizdan masalan nasibasida bo'lsa yutib qarzlarga to'lashi mumkin, yaxshi kunlarga ishlatishi mumkin. Shuning uchun akalar, opalar hamma qatnashayotganda rozi bo'lib qatnashinglar. Demak, nomerimiz original 7962 360 2000. Albatta bunga ham e'tiborli bo'linglar. Original nomerimizga aynan shu yerdan yozgan bo'lsangiz, bizning original nomerimizni albatta har doim aytaman 7962 360 2000. Bilet narxi 1200 rubldan 165 ming so'mdan va 7900 tangadan. Уже menimcha o'ylayman, ancha biletlarimiz sotilgan. Bizda doim tez finallar bo'ladi. Shunday ekan siz ham xarid qilib qoling, qo'llab-quvvatlab, ko'plab yurtdoshlarimizni xursand qilaylik. Hammangizni yaxshi ko'ramiz, xizmatingizdamiz. Bu nargi o'yinlarimiz yanada tezlashishi uchun qo'shilgan sirli quticha o'yinimiz bo'ladi. Sog' bo'ling. Aytgancha 6 dona bilet oladigan bo'lsangiz, 1 dona bilet qo'shib beriladi bepulga gelik o'yiniga. Ya'ni 6 dona bilet olganingiz evaziga bepul gelik o'yinida bitta biletingiz bo'ladi. Xohlang 12 dona bilet xarid qilsangiz, 2 dona bilet gelik o'yiniga beramiz. 60 dona bilet oladigan bo'lsangiz, 10 dona bilet gelik o'yiniga beramiz. Bu yoq o'zingiz ixtiyoringizda. Hammangizni yaxshi ko'ramiz, xizmatingizdamiz. Gazini bosing.